Mana shu fasonni modellashtirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va albatta sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Asosan dazani bo'yin o'yindisini 4 bo'lakka bo'lib olamiz, ya'ni 3 ta nuqta qo'yib olishimiz kerak. Va birinchi nuqtamizni ko'krak uchigacha figurniy lineyka yordamida tutashtirib olamiz. Endi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz ham tikuvchilik yo'nalishiga qiziqadigan bo'lsangiz, sizlarni tikuvchilik 0 dan onlayn kursimizga taklif qilamiz. Aprel oxirigacha chegirmamiz davom etyapti. Kursga yozilishga ulgurib qoling. Joylarimiz soni chegaralangan. Kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada kurs so'zini yozib qoldiring. Ana endi ko'krak markazidan yon tarafga qarab 6 sm yuramiz va bel qismidan teng 2 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi va bo'yin o'yindisidagi ikkinchi nuqtadan shu 3 ta nuqtani tutashtirib olamiz. Endi qo'ltiq o'yindisini teng 2 ga bo'lib olamiz va bo'yin o'yindisidagi 3-nuqtani shu nuqtaga tutashtirib qo'yamiz. Endi shu chizib olgan nuqtalarimizni kesib olamiz va tepa qismimiz tayyor bo'ladi. Endi yubka qismiga o'tamiz. Bel qismidan pastga 8 sm tushib olamiz va oldi o'rta qismidan 20-24 sm pastga tushib, shu ikkita nuqtani vitichkaga tutashgan holatida chiroyli qilib chizib olishimiz kerak bo'ladi figurniy lineyka yordamida. Va etak qismini 5 qismga bo'lib olamiz. Endi bel vitichkasini yopib olishimiz kerak bo'ladi va etagiga chizib olgan 5 ta bo'laklarni oxirigacha kesmagan holatida kesib, tagi qismini ochib olamiz. Va mana qizlarjonlar, modellashtirib oldik. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va bu videoni eng yaqin tikuvchi dugonangizga yuborib qo'yishni unutmang.